Seni nash pulga kanchga qo'yib beringlar. Erkak kishiga bir yo'qchilik kelsa sindirib tashar ekan, Shunaqa. Yig'ilganimiz yaxshi bo'ldi bo'ldi. O'zi xabaringlar bor, skoriga ishga kirdim. Abitgacha 300 ming, 400 ming Yandex ishlayman-da. Hech qo'lim borib, odamlardan davlat o'lchab kelaveraman. Men qassobman-ku. Abitgacha mol qo'yimni so'yib, abitdagi Yandex 800 urib, dam olib yuribman. Yomonmas. Mana 5 yildan beri hofizchilik qilaman-ku. Ertalab turaman. Abitgacha 300 uraman Yandexda. Keyin kechki payt borsa keyin hofizchilik qilib kelinglar, mehmonlar qilib turaveramiz. Zo'r. Bormanglar akalar, tinchmisizlar? Bezovta qilmadimmi? Yoqimli ishtaqa. Qalay ketyapti birovni haqqini yeyish? Nima? Qalay bo'lyapti Yandex aka? Yaxshi, zo'r. Bizda bo'lmayapti o'sha. Ha? Nima Yandex qilyapsan sen? Kasbing nima? Men bo'sh paytimda birovnikini o'lchab kelyapmanmi bor? Ha? Xo'qaman, o'zing kasbingga o'zing bilan shug'ullangin. Yep, seni kasbing nima edi? Qassob. Qassob baqagacha betingda pasha turibdimi? Ha! Men birovning uyiga borib mol qo'y so'yib beryapman bo'sh paytimda. Hamma o'zini ishini o'zi qilsin, jon-uka. Voy, ayt молодец. Dushanba kuni bo'shmisiz? Hopiz edingiz, ha? Nima qilasiz? Ashula aytaman. Ha, men birovning uyiga borib ashula aytib kelyapman bo'sh paytimda. Men esa shabboda, rang taka tas qoqaman-ku. O'zingni bosib yurishgan. Menga qaragin. O'tirishlang barbeki burger, olam to'ladi. Anada men kartoshka o'rtirib yotibman. Ha, qassob so'ysam, bizdan bilekson topib, yelkamga sabada tegsin, tavsiz bo'lib. Menga qara. Menga qara, it. Kasbing nima edi? Skori bo'pti, xo'p, yur ko'ndirding.